Ayizlar bilan kecha reklama qiluvdik-ku, nima yoqmabdim Shahnoz siz qilar ekansizmi endi? Qarang, siz kiyimni ko'rsatib, uni go'zalligini ko'rsatib bera olasizda. Men bo'lsa obzorlarimda klientlarimizga buni ilmiy tomonlama har qanaqa sostavlarini aytib, qulayliklarni ko'rsatib beraman. Puxavik o'zi nima? Ko'pchilikda shu savol. 70% puxdan, 30% patdan iborat bo'ladi. Bu degani -15 gradus bo'lganda 50% gina puxavik yetar ekan issiq ushlashga. O'zbekistonda 15% minus sovuq bo'lmaydi. Bu hozir 100% puxaviklarimiz sizlarni sibirskiy sovuqlardan ham bemalol qutqaradi. Mashqlarga ahamiyat beramiz. Naturalniy norka bilan qilingan peshonкасini mexlari bo'lsa, nastoящий pisец. Bular hammasi 100% naturalniy. Ustidagi sifoni bo'lsa, Halafider kurtkalarnikidan umuman farq qiladi. Plashovkasi juda ham zo'r. Qor, yomg'ir o'ziga shimmaydi, o'zidan qaytarib yuboradi. Puxaviklarning eng qulay tarafi, ularni yosh kattalar ham, yoshlar ham maza qilib kiyadi. Ham zamok, ham piston, ikki tomonlama himoyasi bor. Chunki sostavini o'rganib chiqdik. Mana bunaqa rangi ham, qora rangi ham bor. Bemalol yoshlarimiz ham, kelinchaklarimiz ham, opajonlarimiz ham ishlayki borsa. Shundaysiz, mana shu yubqalar ham shu aytayotgan sovuqga chidamlimi? Ha, hozir siz o'ylayapsiz, bu yubqa-yu, tonki-ku deb. Yo'q, bu qancha yubqa bo'lsa ham, ichidagi puxi o'zidan juda ham kuchli termostat issiqlik chiqaradi-da. Odamning harorati bilan bitta bo'lganda, umuman sovuq o'ziga tortmaydi. Puxaviklar shunisi bilan ajralib turadi. Ha, mana qarang, shu tarafi ham zo'r. Ular bilishim kerak. Bemalol katta razmerlarga ham 52 deganlarga ham kelyapti. Qishda sovuqda biz yengil narsa kiygimiz keladi. Ustingizda og'irlik bilmayapsiz, to'g'rimi? Keyin shuning uchun ham puxavikda puxda yengil bo'lib yuring. Sal uzunroq, orqani ham yopib turadigan, bemalol shimira bilan kiysa bo'ladigan ahamiyat berasizlar. Yonlari ham pistonda. Brendiga bo'lsa gap yo'q. Max Mara juda ham kuchli brend. Mana ichlaridan tortib, bemalol mana shunaqa qilib bellaringlarni chiroyli qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mani o'z viloyatda klientlarim tez bilan dastavka qilib berishyapti. Hozir bu obzor asnovni o'zimizning klientligi. Chunki tez do'konga kelinglar, viloyatli opajonlarimdan siraga qolmaydi bunaqa zo'r puxaviklar. Faqatgina kalta emas, uzun variant ham esimizdan chiqmadi. Opajonlarim, ko'ryapsizlarmi, juda ham qulay, bir siqimgina. Qaysi davlatga dam olishga borsanglar ham chimadanlikda umuman joy olmaydi. Sababi puxavik. Shu aytganimdek, yengil qulay. Yenglariga ham ahamiyat beramiz. Mana shunaqa rezinkalari zo'r qilib ishlangan, cho'ntaklari bor, yonlari mana shunaqa pistonda. Ruldagi opajonlarim shartta ochasizlar-da, mana shundoq o'tirib mashinani haydab ketaverasizlar. Umuman noqulay bo'lmaydi, rulda ham juda qulay. Voy, hali qish kelmadi, qish kelmasdan turib, qor yog'masdan turib, skidkalarni sizlar uchun qilib oldik. Tayyor bo'lib turasizlar va rjonniy bo'lib, issiqqina puxaviklarimiz sizlarni kutmoqda. Sabr bilan oxirigacha kutayotgan klientlarimiz, voy shuncha gapirgandan ko'ra razmerini aytib qo'ya qol deysizlar. Razmerlarni ham aytib o'taman. Oxirigacha eshitganingiz uchun 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 turk razmerlariga bemalol keladi. +6 qo'shsak, o'zimizning razmerimiz kelib chiqadi.